Avvalambor assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari. Bugun 2025-yil 16-dekabr kunimizga seshanba kuni Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkin shaharchasidan video qilyapmiz. Abduvohab og'ami chorvalarini obzorini qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha bilganlarni sizlarga bo'lishar ekan bugun xudo xolasa. Abduvohab og'a, bu chorvalarga necha soat vaqt ajratasiz? Qancha muddatda qaraysiz? Nechida qaraysiz? Men bularni bir rejimga solib olganman. Ha. Ertalab xotirjam namozni o'qib, nonushtan qilgandan keyin unga yotishadi qimbilamay. Biladi vaqtlarini, o'zim kelishimni. Ha. Men kelsam o'nlardan turishadi. Shu 8 bilan 9 orasida bularga boshlayman. Avval kelib, oxirlarini tozalab, siluslarini beraman ertalabki nonushtalarni. Siluslarning ustiga yine hozir ko'rsatib o'tamiz uni ham. O'zini yemlari bor. Shularga to'kib beramiz. Buni yeyishib bo'lishadi, shu bilan yotishadi. Abidda bir mahal suv beriladi. Shu bilan yotadi. Hayvon bir yegan narsasini yotib qancha hazm qilsa, shuncha o'ziga yaxshi olar ekan. Bularni almashtiribsiz-a? Boqmachalar ekan, yangi. Boqmachalar bular. 1-2 oy bo'lib qoldimi buni olganingizga? Bularga ham bo'lib qoldi. Siromasa qanchadan? Bu ucho'z qirg'iz ekan, shved ekan. Shvedlar bular. Bular qanchadanga tushdi sizga o'shanda? Xo'p. Bunisi 16.000. Mana shunisi? 17.600 ga tushgan. Ha. Mana unisi-chi? Bunisi 16.200 ga tushgan. Ha, narigisi endi kattaroq ekan. Kattaroq, uni ertaroq olganman. Ha. Mana unisi 18.600 ga tushdi. Bu chachash o'zimiz. Ha. Agar sir olmasa, mana uni tagiga go'ng tashab qo'ysiz, buni nima siri bunda? Buni siri shundaki, bu kelgandan keyin yashur yo'qib qoldi. Bu sir yashiradigan narsa ba'zi. Yashur hozir ham yo'l tarqab yuribdi. To'g'ri. Buni tayini mana shunaqa qilib 15 santimetrlik eski go'ngdan soldik. Sababi shu oyoqdan berar ekan yashur ba'zi. Shu tezroq tuzar. 3 kunda natija berdi bu. Bu berdi. Bu quruq go'ng tashalgan-da, mana hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Quruq go'ng tashalgan bunga. Mayin quruq go'ng tashalgan. Hayvon tez tuzalar ekan. Oyog'in tagi issiq bo'lsa. Bu natijasini berdi, ko'rdik. Mana sog'lom. Endi bun bilan to'xtab qolmaslik kerak. Ukorlari ham bo'lgan. Bor. Doktor nazoratida hamma yo'q. Infeksiyalari ham yo'q bo'lgan. Doktor nazoratda o'zimiz 3 vaqt infeksiyalarni qilib, tillariga. Hozir uje qaytib, uje so'laylar yo'q, hamma yo'q, joy-joyida ekanman. Ishtahada hozir bu. Agar bu yemlarini ham ko'rsatib berasiz, kunlik. Kechquruniga borib, somon beriladi. Somonni yeb bo'lgandan keyin yotishdan oldin kelib suv 2 mahal. Suv 2 mahal. Kech payt yemdan keyin ham bir qator beriladi. Berib qo'yiladi. Keyin yotarda bir yemlarni tashab qo'yamiz. Shu bilan yotishadi. O'shaning uchun ertaman xotirjam kelaman. Bunga sababki ular qorni to'q, ko'ngil to'q, ishonch. Nechtadan boshlagansiz agar sir olmasa buni o'z boqishdi? Boshlanishi 2tadan boshlangan. Sabr ekanda, sabr qilish kerak ekan, sekin-sekin o'rganib borish kerak. Birdaniga ko'paytirib olsa, odam qiynalib qolishi mumkin. Haliga fikri chiqmay qolishi mumkin. Shuning uchun 2tadan boshlaganmiz, sekin-sekin mana. Bu ham bitta ish, biznes, ishdan tashqari holat. To'g'rimi bu endi? Dam olasiz, boqasiz. Ayniqsa o'tlarini, yemlarini kech payt berib qo'ygandan keyin tomoshasi. O'shanisi mazza joyida, to'g'rimi? Yemlarni ham bir qator ko'rsatib beraverasizmi hozir? Tashqariga chiqamiz, hozir yemlarini qaysi holatda tayyorlashini ko'rsatib beradi. Mana o't xashak olib kelganlar. Motorlar, hamma sharoitlari bor ekan mana. Bari yemlari turar ekan mana xudo xolasa. Bir qator mana kunjaralar tayyor turibdi. Bu bitta novvosga hozir bir mahal qilib ko'rsatamiz. Ha, yaxshi. Bu silusi, endi silusini ochish kerakmi? Ochaymi? Silusini ham ochaylik. Ochib ko'rsatib ko'rasiz. Ustiga somon, makkapoyani mayin qilib chiqarib turib, 1 litr qo'shib yuborilgan. Mana silus holati. Mana shu holatda o'zlarining yoshiga qarab beriladi bu narsa. Endi yem tayyorlashda ertalab kechqurun yemlari bor, bularda mana sho'rxasi. Sho'rxasi bu. Ularda ham yoshiga qarab o'zlarining vesiga qarab berilaveradi. Mana katta qora chekadek qora novvosi. Qora novvosniki bu. Bu mashinani berib, yemidan keyin, somondan keyin.
Mana shunda 1,5 ta tashalardi yemi. Jarasi. Mana holatda mana. Keyin bir jom muchka beramiz. Muchka. Muchka kepay emas. Ha. Buni effekti kuchliroq. Kuchliroq. Kepadi. Mashg'ulot. Jicha narx qimmat, lekin effekti yaxshi. Effekti zo'r buni. Mashg'ulotda qilib turib, yotar paytida. Ha. 8, 7, 9 qancha? Qancha? 9larda. 9 soat 9da shuni yeydi. Ha. Mashg'ulotda qilib Maşallah. tasha beriladi. Nima deymiz bularga endi? Barakasini bersin deb kommentariyada yozib bersizlar-da. Shuncha mehnat, shuncha ish. Buni chorva ishqibozlari boqib qaragan odam o'zi biladi. boqsa baraka topadi. Ha. Ishqibozchilikka boqish. Buni hali boqib turib tashlab yuborgan odam zarar deydi-yu, lekin davomiy qilgan odamga sabr, toqat qilib barakasi bo'ladi. barakasi bo'lar ekan. Ro'zg'orda barakasi chorva. Sog' bo'lasizlar, kommentariyalarda yozib qolasizlar, kutib qolamiz chiroyli kommentariyalarda. Mayli, sog' bo'linglar. Yana ko'rishguncha deymiz, nima deymiz?